Assalamu aleyküm. Bütün dünyadaki Uygurlarım yaxşımısınız? Ben bugün sizlerge Xitayninki millani almaslık, satmaslık toğrusida ve qandaq ticaret qilish to'g'risida so'zlayman qarindoshlar. Men o'zimni 7 yoshdan tortib bir yandan o'qib, bir yandan tijorat qilgan, ham tijoratning markazi otish tug'ilib cho'ng bo'lgan bir o'g'il bola suhbatim bilan bu so'zni sizlar qilishga o'zimni loyiq deb o'yladim. Şu sebepten ticari tecrübelerim hem xalqaro vaziyatning buguni men sizlar qarindoshlarga anlatishni qaror qildim qarindoshlar. Suyumda qarindoshlarimiz bulapmı O'rta Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistondagi avval Uyg'urlarimga, keyin şu O'zbek, Qirg'iz, Qozoq qarindoshlarimga Xitoy bilan tijorat qilmaslikni, Xitoy meli olmaslikni, Xitoyni kuchlantirmaslikni ham shu orqali Xitoydan mal elish orqali Xitoy to'lamasida yotgan 5 million Uyg'ur musulmon qarindoshlarning zulm ko'rishiga, texidim acı chekishiga, texidim shu turmada yetib kelishga sabab bo'lmasligiga da'vat qilaman qarindoshlar. Bu şu O'zbekistonning dangliq san'atchisi Yulduzxon Urumchiga ketdi. Yulduzxon bir kunlarda o'zininki hem Uyg'ur ekanligini, hem O'zbek ekanligini deb bütün dünyadaki Uyg'ur O'zbek qarindoshlarni xushol qilgan edi. Chunki O'zbek degan Uyg'ur, O'zbek o'xshash. Hammamiz qon, din, qarindoshlar. Bular O'zbeklar, Uyg'urlar eng yaqin kelganlar. Ammo lekin bu Yulduzxonning Urumchiga verib uyan qo'yishi bizning yurakimizga yetishdi. Xalqimiz shundoq zulm ko'rayotgan, xalqimiz shundoq kofirninki qo'lida o'zining diniy milliy erlikida yashamayotgan bugungi kunda u yerda daqdumbaq qilib xushnavo qilishi ko'nglimizni og'ritdi. Biz Yulduzxonni necha oyning oldida Turkiyaga da'vat qildik. O'zimizning qon qarindosh, o'zimizning dört Turkiyada uyan qo'ysin desak, o'zining atrofida 10-20 dek akshining borligini, hammasının pulini, chiqimini bas keldiganligini dedi. Biz faqat o'zining chiqimini berdiganligimizda dedik. Bir qon qarindosh pulash suhbatimiz bilan Turkiyada olqish qilishsin dedik. Ammo lekin nurg'unligan pul chiqim ko'rsatganlik uchun akilmadik. Demak, Xitoy aşağıdaki bizning vatanimizga Uyg'urlarning yerini tortib olish, pulini tortib olish orqali shu qilgan iqtisodni Yulduzxonga berdi. Bo'lgan Yulduzxon Urumchiga ketib qoldi. Yulduzxonga bu yerdan ishqiga so'z qilib olay. Yulduzxonim, biz sizni Uyg'ur deb bildik ve O'zbek deb bildik, qon din qarindosh deb bildik. Faqat sahnada uyalni qo'ymay, Urumchidagi, Qashqardagi, vatanimizning 16 shahridagi shu turmi lagerga ketayotgan qarindoshlarni ham vatanning turmalarini bir ziyorat qiling. Masjidlarni bir ziyorat qiling, ham xalqimiz bilan bir paranglashib beqing. Andin bu xalqimiz kulishga, o'ynashga, naqshingizni anglashga, chavaq chelishga loyiqmi, yoki sizning g'amxo'rligingizga loyiqmi? Buni bila olasiz. Keyin deydiganim qarindoshlar, tarixdan buyon ihanet, xiyonet, munofiqlik yandagi qarindoshdan kelgan. Shuning uchun bugungi kundami bu Uyg'ur qon din qarindoshlarga, ey O'zbekistonlik qarindoshlar, Qozog'istonlik qarindoshlar, Tojikistonlik qarindoshlar, hem o'zimizning vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar xoinlik qilmanglar. Biz kommunist Xitoyning melini olmagan vaqtimizda, Xitoyning melini hech qilmagan vaqtimizda Xitoy majbur 5 million vatanda qulga o'xshash ishlayotgan, bakaliq bir muomasaga ishlayotgan shu Uyg'ur qarindoshlarni turma lagerdan qo'yib berib o'tishga vatanimizning siyosiy kengaytirishga majbur bo'ldi. Ama qanchaki Xitoyning malini jiqasanglar, Xitoyni qancha pul topqizsanglar, Xitoy malni yetkazolmaydi xalqaraga. Shuning bilan texdim odam jiqishilish uchun uyda beka o'ttirgan, talada tijorat qilayotgan begona Uyg'urlar, ya'ni turma lagerga solab, ularni bakaliq ishlat. Texdim xalqaraga o'zining mallarini yaydi. Shuning uchun Xitoyning bu ishiga asla sherik bo'lib qolmanglar. Bu Xitoyning har bir millati Uyg'urning qanava, Uyg'urning janava, mana mo'shaningga qattiq diqqat qiling degan qarindoshlar. Ham so'zimning eng oxiri deydiganimiz, endi sizlarga tijoriy yo'l ko'rsatdi. Xitoy meni satmasak jon boqamandik, albatta jon boqa olamiz qarindoshlar. Misol o'zimizningki Turkiya. Men
vatanimizdagi vaqtimda shundoq yaxshi tijorat qilayotgan edimdim. Men aynı zamanda bundan 10 necha yil oldida Guangzhoudan, Beijingdan malak kelib vatanda mal satgan. Vatanimizdagi asosiy ko'pincha Uyg'urlar shundoq. Ammo keyin biz nima uchun Xitoyning milini satamaymiz? Biz umuş kafirning milini satmayli, özümüzning qan bir din qarindoshini qazandiramamdik yoki o'zimiz zavod, korxona quramamdik deb tirishdik.